Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkian raketa hujumlariga uchragan qo'shni davlatlardan uzr so'radi. Men hujumga uchragan qo'shni davlatlardan uzr so'rayman. Rahbarimiz, qo'mondonlarimiz va talabalarimiz dushmanning vahshiyona hujumlari tufayli halok bo'ldi. Qurolli kuchlarimiz yurtimizni shon-sharaf va kuch-qudrat bilan himoya qilish uchun barcha zarur ishlarni amalga oshirdi. Qo'shni davlatlarga hujum qilish niyatimiz yo'q. Ular bizning birodarlarimiz va biz ular bilan birgalikda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga intilamiz, dedi Eron prezidenti. Pezeshkian so'zlariga ko'ra, muvaqqat rahbariyat qo'shni davlatlarga hujum qilmaslik haqida qaror qabul qilgan, ammo bir shart bilan. Kecha muvaqqat rahbariyat kengashi yig'ilishida shunday qaror qabul qilindi. Qo'shnilardan bizga hujum bo'lmaguncha ulardagi nishonlarga zarba berilmaydi va raketalar uchirilmaydi, dedi u. Shuningdek, Pezeshkian AQSh prezidenti Donald Trampning Eron so'zsiz taslim bo'lishi kerakligi haqidagi so'zlariga izoh berib, bu ular qabrgacha olib yuradigan orzu ekanini aytdi.